Ishonchli kishilarning xabar berishicha ko'ra, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan 10-sonli jazoni ijro etish muassasasida, ya'ni qamoqxonada diniy siyosiy mahbuslarga nisbatan xuddi zolim Karimov rejimi davridagidek, hatto undan da o'tib tushadigan darajada zulm qo'llash boshlangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston qamoqxonalarida bundan chorak asr muqaddam, ya'ni yosh navqiron yigitlik davrida qamalib, hanuz mazlumlikda qolayotgan bir qancha siyosiy mahbuslar bor. Biroq ular atayin jamiyat e'tiboridan narida, ommaviy axborot vositalari nazaridan chetda qolmoqdalar. Holbuki yigitligida qamoqqa tashlangan bo'lsalar, hozir ular 45-50 yoshidagi kishilarga aylanib qolishgan. Ularning deyarli barchasi yarimjon bo'lib, sog'liklari juda yomon ahvolga kelib qolgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ularga qattol Karimovning jallodlari, zulm-u zo'ravonliklari yetmaganidek, endi o'sha davrni qo'shtirnoq ichida ahlat tuzumi degan Mirziyoyev boshliq rejimning o'zi ham haddidan oshmoqda. Manbaning aytishicha, avvaliga bir birodarimizni qamoqxona qo'riqchilari kaltaklashgan. Buni ko'rgan boshqa yigitlar norozilik sifatida 12 kunlik ochlik e'lon qilishgan. Shunda qamoqxona rahbariyati ulardan bir nechtasini izolyatorga qamagan va u yerda deyarli 1 oy davomida och qoldirgan. Umuman olganda birodarlarimizni alohida bitta qilib kaltaklash va och qoldirishdek jirkanch ishlar qo'llanmoqda. Bu siyosiy mahbuslarga qo'shtirnoq ichida fikrimdan qaytaman, ya'ni musulmonlar Allohning qonunlari bilan yashashi kerak degan e'tiqodimdan voz kechaman. Qamoqdan chiqsam odamlarni da'vat qilmayman va shu ishni qilayotganlarni tutib beraman kabi talablar qo'yilmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, bunday jirkanch ishlar Ramazon hayiti bayramidan keyin boshlangan. Yana uni aytishicha, qamoqxona xodimlari mahbuslar da'vatiga quloq tutib, ularga nisbatan rahm shafqat qilmasligi va xayrixohlik ko'rsatmasligi uchun ularni tez almashtirilib turibdi. Aytilishicha, 45-50 yoshdagi jismonan zaiflashib ketgan siyosiy mahbuslarni bunday qattiq azoblash va och qoldirish hatto Karimov davrida ham juda kam kuzatilgan. Bundan tashqari, o'zbek rejimi bugun xorijga iymon e'tiqodi ortidan hijrat qilib chiqib ketgan ayrim musulmonlarga nisbatan ham ularning oila a'zolari yoki yaqinlarini so'roqqa tortish, uylarini tintuv qilish kabi ta'qib va tahdidlar bilan bosim o'tkazmoqdalar. Holbuki yangi konstitutsiyaga kiritilgan va Karimov davridagidan farq qiluvchi narsalar qatorida talqin qilinadigan o'zgartirishlardan biri aynan birov uchun ikkinchi bir kishi javob bermaslik masalasi emasmidi? O'sha o'zgartirish va va'dalarning amaldagi ijrosi shumi endi? Qani o'sha Alloh bilan haq talashib qabul qilgan qonunlarning ustuvorligi yoki og'iz ko'pirtirilib maqtalgan mana shu yangi O'zbekistonmi? Shuning uchun biz har bir ishga qodir Allohdan duo qilib so'raymiz. Mana shu mazlum musulmonlarni ruhiy va jismoniy qiynoqqa solayotganlarni, ularga shu buyruqlarni berayotganlar bilan qo'shib qo'llarini qurit. O'zing g'azabingga va qattiq azobingga duchor qil. Yo Allohim, ularning ichida haqqa moyil bo'lganlari bo'lsa, tavfiq ber, insofga kelmaganlarga esa o'zing kifoya qilgin. Amin. Olamlarning Robbisi aytadiki, ba'da a'udhu billahi minash shaytonir rojim, va kazalika akhdhu robbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun shadid. Parvardigoringiz zolim bo'lib turgan shaharlarni azob bilan ushlaganida mana shunday ushlar. Uning ushlashi alamli va shiddatlidir. O'zbek rejimini yana qattiq ogohlantirib aytamiz. Senlarni bunday zulmlaring kasofati hali 2 dunyo xorligi va sharmandaligini boshlaringga solmasidan burun bu mazlum yigitlardan qo'llaringni tortish, balki ularni hech bir shartlarsiz zudlik bilan ozod qilishgina senlarni qiyomatda Alloh azobidan saqlab qolishligi mumkin. Zero bu mazlum musulmonlarning duolari, qarg'ishlari so'zsiz mustajob bo'ladigan narsadir. Ular Allohning do'stlari bo'lib, ularning yagona aybi Robbim Alloh deganidadir. Hukm qilish faqatgina Alloh uchun xosdir deganidadir.
Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Ular mu'minlardan faqat u mu'minlar qudrat va maqtov egasi bo'lgan Allohga iymon keltirganlari uchungina o'ch oldilar deydi. Darvoqe, O'zbek hukumatı dunyoda siyosiy o'zgarishlarni kuzatib borayotganligiga amin holda shuni aytamizki, kelajak kimniki ekanini unutmang. Sizdagi mansab abadiy emas. Yaqinda siz zulm qilgan kishilar ustingizga hukmdor bo'lib kelgandagi holingizni tasavvur qiling. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Kataballohu la aghlibanna ana va rusuli. Innalloha qawiyyun aziz." Alloh men va mening elchilarim g'alaba qilamiz deb bitib qo'ygan. Albatta Alloh quvvatli va g'olib zotdir. Assalomu alaykum va rahmatulloh.